Keyingi iPhone'ning operatsion tizimi Pixelga o'xshash bo'lishi mumkin. Nimaga bunaqa deyapman? Chunki tayyorlaning. iPhone ilovalari endi mukammal doira shaklida bo'ladi. Bu esa grim va estetikaga qiziqadiganlar uchun haqiqiy estetik zavq beradi. Tasavvur qiling, iPhone endi ko'zga surtgich, teng, palitrasiga o'xshash, lekin u yerda pochta, snack va boshqa muhim ilovalar bor. Xo'sh, bu haqiqatan ham yangi gapmi? Men bir necha yil oldin taxmin qilgandim. Apple asta-sekinlik bilan iPhone va Apple Watch dizaynini Vision Pro operatsion sistemasiga moslashtirishi aniq ekanligini. Va bu yerda bir qiziqarli jihat bor. Apple bizni diqqatimizni tortishi kerak, chunki kompaniyaga Apple Intelligence ustida ishlash uchun ko'proq vaqt kerak bo'lmoqda. Va aniq aytishim kerakki, biz juda ham ko'p kutgan aqlliroq va shaxsiylashtirilgan Siri hali tayyor emas. Agar siz iPhone 16 ni faqatgina Siri uchun sotib olgan bo'lsangiz, xafa bo'lishdan boshqa ilojingiz yo'q. Chunki u faqat iPhone 17 da to'liq shakllanadi. Xo'p, Apple bizni qanday aldamoqchi? Keling sun'iy intellektga aloqasi bo'lmagan, lekin baribir juda ham qiziq mavzularga nazar tashlaymiz. Hammaga salom do'stlar, siz Gadget Pro kanalidasiz va doimgidek men Muhammad. iOS 19 Apple'ning eng katta redizayni kelmoqda. Xabaringiz bormi? iOS 19 interfeysi juda jiddiy o'zgarishlarga yuz tutmoqda va u Vision Pro ga juda o'xshash bo'ladi. Apple'ning barcha asosiy qurilmalari interfeys o'zgarishlarini bosqichma-bosqich o'tkazmoqda. Bu jarayon shunchalik aniqki, agar siz diqqat bilan kuzatgan bo'lsangiz, uni hozir ham iOS 18 da ko'rishingiz mumkin. Lekin qanday qilib? Mana men sizga hozir ko'rsataman. iMessage'ga nazar tashlang. Ikonkalari aylana shaklga kirib, shaffof panel paydo bo'ladi. iOS 18 ning boshqaruv markaziga qarang. Butun navigatsiyalar yangi uslubga ega. Shaffof panellar, dinamik menyular, o'zgargan tugmachalar. Bularning barchasi Vision Pro dizaynidan ilhomlangan. Bu borada Apple'ning rejasi aniq. Mac, iPhone va Vision Pro garnituralar o'rtasida bir xillik paydo qilish. Yanvarda Apple'ning insayderi John Prosser ham shunga o'xshash mishmishlarni tasdiqladi. iOS 19 dagi kamera ilovasidagi yangi dinamik menyuga ega bo'lishi, shaffof sozlama panellari qo'shilishi, bularning barchasi iPhone'ni yanada futuristik qiladi. Lekin bu hammani o'ylantirib qo'yapti. Esingizdami, foto silovasining redizayni hech kimga yoqmagan edi. Agar iOS 19 umumiy navigatsiyani o'zgartirmoqchi bo'lsa, foydalanuvchilar yana norozi bo'lishi mumkin. Bu yerda bir savol tug'iladi. Biz yangi interfeysga oson ko'nikamizmi yoki bu yana bir azobli va og'riqli o'zgarish bo'ladimi? Xo'sh, Apple bizga yana nimalarni tayyorlab qo'ygan? Ultra yupqa iPhone 17 Air bu yil chiqishi kutilmoqda. Barcha iPhone 17 modellarining oldi kamerasi 24 megapiksellik kameraga ega bo'ladi. Bu esa juda yaxshi yangilik, chunki hozirgi iPhone'larning barchasi 12 megapiksellik kameraga ega. Bu haqida Apple tahlilchilari Jeff Buck va Ming Ching Qiu ham xabar berdi. Vlogerlar uchun ham ajoyib yangilik. Agar siz iPhone'ning oldi kamerasiga video olishni yoqtirsangiz, bu siz uchun juda ham katta qadam bo'ladi. Orqa kamera dizayni ham o'zgaryapti. Apple kamera blokini tubdan o'zgartirishi mumkin. Agar Sony Dixon ulashgan iPhone 17 maketlari haqiqat bo'lsa, bu hech kimni befarq qoldirmaydi. AirPods'lar bilan ham yana bir yangilik. Apple AirPods'lari uchun real vaqtda tillarni tarjima qilish imkoniyatini tayyorlayapti. Agar bu iOS 19 ning yangilanishlaridan biri bo'ladigan bo'lsa, bu yil chiqishi kutilmoqda. Bu esa o'z navbatida sayyohlar, biznesmenlar va xorijda ishlaydiganlar uchun juda foydali bo'ladi. Shuningdek, bu o'zgarishlar bilan Apple sizga nima demoqchi? Shubhasiz, kompaniya sizni va meni Apple Intelligence va Siri'ning kechikishi haqidagi o'ylardan chalg'itishga urinmoqda. Lekin bu rostdan ham Apple'ni yangi davrga olib kiradimi yoki bu oddiy marketing harakat? Fikringizni izohlarda qoldiring. Eng muhimi, podpiska bosish esingizdan chiqmasin, chunki bunga o'xshash videolarni har kuni chiqarishga harakat qilamiz. Do'stlar, siz Gadget Pro kanalida bo'ldingiz. Hammaga xayr. Ko'rishguncha.